Assalomu alaykum. Hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari. Azizlarim, boringizga ming bor shukr. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Ancha salqin tushib qoldi. Bugun inshaalloh xonim qilaman, qo'limdan kelgancha. Mana bu yerda bir choy qoshiq tuz solib oldim, iliq suvga. Un oldim. Unni ham ilab olamiz yaxshilarim, keraklicha. Un, bir dona tuxum, shu tayyorlab qo'ygan sho'rva suvimizni asta solamiz. Bu yerda menimcha 400 grammlardan sal ziyod un yetdi. O'sha olganimdan bilaman qanchaligini. Xamir qilib olamiz o'zi yaxshilab. Qizlarjonlarim, mana shu 400 grammdan sal ziyod un, 150 grammcha suv ketdi. Bir dona tuxum, bir choy qoshiq tuz. Mana shuni ikkita xonim chiqadi inshaalloh. Qaranglar azizlarim. Buni yarim soat salafon paketga o'ralab qo'yamiz. Yarim soatdan keyin bu bir marta mushlab, yana yarim soatga tindiramiz xamirimizni. Mana shunday qilib qo'ying. Mana bu yerda suvdan qoldi. Hozir sizga aytaman qancha suv qoldi. Shu 100 grammlargacha yaqin suv qoldi. Yaxshilarim, bu o'rada mana bitta zibolani ikkiga bo'lib qo'ydim aytganimdek. Keyin qarang, kartoshka to'g'radim, piyoz, farsh. Bugun bozorga bordim, bugungi kunim ko'chada o'tdi. Yaxshilarim, tuz solyapman. Tuz. Qora murch solamiz. Ozroq achchiqchadan ham solay, ozroq ko'p emas. Bugun yagona darchaga bordim. Bu yoqda navbatda kutdim. Internet bugun o'chdi, unga borib pul tayladim. Keyin bozorga bordim. Bozorga borib bozorlik qildim. Darrov izimga qaytdim. O'zi juda ham vaqti oz, uje 5:30 soat o'tdi-da, o'shancha tez ishlarimni qilay dedim. Ozroq endi o'simlik yog'i solamiz. Men dumma ham to'g'rab qo'ydim. Ikkita xonim bo'ladi. Bittasi dummalik, bittasi bedumma solaman. Nima deganda qizim dumma yemaydi. Ozroq o'simlik yog'ini solay. Ana endi buni hali aralash qilmayman. Shunayligicha xolodilnikka qo'yaman. Bu o'rada. Keyin nima demoqchi edim? Pulim ozroq edi, 5000 so'mlik mana bunaqa no'xat oldim. Buni ibitib qo'yaman. Bugun ertaga mastava qilamanmi, mastavaga solaman. Pulim ozligi uchun 5000 so'mlik oldim. Ana endi o'z buyoqlarini bitta yig'ishtirib olay. Yaxshilarim, bu o'rada darrov listlarni artib tayyorlab qo'ydim. Manti qozoniga yarim qilib suv qo'ydim qaynashga. Unni ilab oldim. Biz buni bu stolga qo'yib, endi xamirni yoyishni boshlaymiz. Xamir yoyish jarayoni kanalimda bor, yaxshilarim. Bismillahirrohmanirrohim. Xamirni bizni keraklicha qilib yoyib oldim. Ana endi buni sal chakkaga suraman hozir. Mana shu nachinkani ustini yopib qo'yuvdim-da nachinkani. Aralashtiraman, ko'raman tuzi kammi, murchi kammi qo'shaman, yaxshilarim. Bu o'rada dummani ham qo'shish esimdan chiqmasin. Xonim zo'r bo'ladi, inshaalloh zo'r xonim bo'ladi. Nima deganda piyozini sal ko'proq qildim. Ko'ryapsizmi piyozni qancha? Yo yana bitta piyoz to'g'rab taylayman. Yaxshilab oldin aralashtirib olay. Sevijonim, o'qda dumma to'g'ralganini oldingiz sabzi taxtadan balam. Dummani to'g'rab qo'yibman. Yarmiga dumma qo'shamiz.
sir nachimkalik qilaman inshaalloh. Malades, mani qizim maladesda. Farshi ham yaxshisini beribdilar, mana qarang. Bugun bozorga ketdim. Parmigil bolgarskisi 20 ming. Yer bolgarskisi 8 ming. Zangori. Yarim kilo oldim undan. Bo'lsa kerak, mana buni qarang. Endi bunaqa nachimkani mana qarang. Endi o'zimni maqtamayman. Men o'zimni maqtashni yomon ko'raman. O'zimni maqtashni yomon ko'raman. Meni ovqat yegandan ham qanday bo'pti deb so'rab qo'yaman 10 martalab. Nachimka zo'r bo'ldi. 60 ming so'm farsh oldim. Mana shunday qilamiz. Ikkiga bo'lamiz mana. Mana bunisi dumma qo'shamiz. Birinchi navbatda listni shu xamirni ustiga yog'lab olamiz. Listni yog'laganda mana bunday girglar bilan birga yog'lash kerak. Nima deganda xonim kattaroq narsada girdi yopishib qolmasligi uchun. Endi xamirimizni yog'lab olamiz. Yaxshilarim, chiroyli yoyib chiqdimmi farshlari? Sizlar menga baho beringizlar. Hozir 1 minut bitta kamerada ko'raychi, qanday ko'rinibdi. Juda ham chiroyli. Mashalloh. Ana endi buni o'ralab olamiz.
ikkinchi xamirimizni ham xuddi shunday qilib yoyib olaman. Qizlarjonlarim, buni yana yeb o'ynab qolgan bir dona kartoshkani to'g'radim, bir dona piyozani to'g'radim. Nachinkasi. Xamirimizni yoyib oldim, o'zi yog'lab olaman xamirni. Xonimim, bunisi bedumma jonim sana. Qara sana. Kadi qimoqchi edim, o'sha kadi. Bu orada suvimiz shaqqillab qaynadi. Ana endi o'zim buni akkuratligina ehtiyot qilib olamiz. Suvimiz qaynadi yaxshilarim. Hozir qo'yaman, darrov pishadi. 45 minut ichida. Xamiri yo'qqa yoyilganda qarang, nachinkalari ko'rinyapti. Birlarini yaxshi yoqish kerak. Bo'ldi. Endi o'zi men qozonni nimasiga tuz solyapman. Qozoniga tuz solaman, birdan lislarini qo'yamiz. Ana shunday qilamiz. Birinchi bo'lib dummaligini endi munsini qo'yamiz. Ikkita listni ham qo'yib oldim. Endi krishkasini o'zi yopaman, 45 minut tursin. Mashalloh. Bu orada soatga qarash esimizdan chiqmasligi kerak, yaxshilarim. Yaxshilarim, xamirni qilishdan oldin zelenlarini tuzli suvga ibitib qo'ydim. Tuzli suvda ancha turdi, hamma mikroblari o'ldi menimcha. O'sha mikroblari ham qolmagandir. Mana bu yerda ko'k piyoz ham bor, ko'k piyoz tozaladim. Mana bu yerda rediska bor. Hozir shuni hammasini to'g'rayman, suv silliqsin. Hali vaqt bor. Keyin uni smetana bilan aralash qilib taylayman. Zelenlarni to'g'rab oldim. Ana endi qora murch tabga ko'ra. Keyin nima? Tuz qo'shamiz. Smetana qo'shamiz. Bu yerda bu ishlatilgan smetanadan bor, shuni qo'shaman men. Ana shuni joyiga turshak chakka ham qo'shsa zo'r bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib oldim. Shunaqa mazali bo'ldi, ta'mi nejni bo'ldi. Smetanani o'rniga slivka qo'shib yuboribman, yaxshilarim. Keyin smetana ozroq ochib qo'shib yubordim. 5000 so'mga kimchi oldim, 5000 so'mga.
Hozir ko'ramiz qanday bu. Mana bunaqa. 5000 so'mlik bering dedim, berdilar. Lekin nimadir? Ana u ribni xe salat bor-ku, ana shunaqa salatni hidi kelyapti. Ribni xe salatni hidi kelyapti. Mana qarang. Juda ham achchiq. Oh, o'zi ham zahardek achchiq. Voy. Yomon achchiq qilibdi o'zi ham. Bittasini oldim, yaxshilarim. Dummaligini oldim. Ana endi hop qilamiz. Buni bunday. Bunday. Qarang, hammasi birdaniga tushadi. Katta bo'ldi o'zi ham. Barakali xonim bo'ldi. Endi bu tovoqni qo'yamiz, bunday qilib. Keyin bu tovoqqa og'daramiz. Qo'limdan yana shaqillab tushib ketmasin. Bu tovoqqa og'daramiz. Mana qarang, qana katta. Ana endi o'zi bitta pichoq bilan kesaylik-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Kartoshkasi pishgan. Kartoshka pishganmi, значит, qolgani ham pishgan. Ana maşallah azizlarim, mana xonimiz tayyor. Hozir 1 minut. Mana qarang, xamirlari qanaqa yupqa. Maşallah. Hozir ikkinchisini ham olaman, yaxshilarim. Bunisi ham tayyor o'sha. Ikkalasini bir xil paytda qo'ydik-ki. Mana. Bunisi hozircha shunday tursin. Yaxshilarim, ishlarimni bitirdim. Allohga shukr. Xonima qilgandan keyin hamma idish taboqlarini yuvdim. Ana endi bo'shadim degan paytim ertani g'amini o'ylashim kerak. Mana bu yerda 5000 so'mga nuqat oldim dedim-ku. O'shani ivitdim, iliq suvga tuz hech narsa solmadim. Faqat nuqatni o'zi. Bu tursin. Ertagacha, balkim erta osh qilamanmi, mastava qilamanmi, ivitilgan nuqat olaman desam, o'sha payt shoshilib qoldimmi, yo uni grami ko'p yedim ivitilgan nuqatni 10000 so'm dedilar. Mana uchun ozdek ko'rindi. Keyin, yo 5000 so'mni bering, o'zim uyda evitaman dedim mana. Buni o'zi ustini yopib qo'yaman. Birinchi navbatda o'zi nuqatni olib qo'ying. Nuqatni olib qo'yamiz, ustini yopib. Keyin mana bu yerda buni oldim. Keyin kim tushunadi? Men endi bilmayman. Men necha yil Rossiyada bo'lganman, men bor uzum. Mana shu uzum kishmish uzum bor edi, 12000 so'm edi. Mana shuni ko'ryapsizmi? Endi bu maqtanish emas, men o'zimni bilmayman oshirish. Buni qishga olib qo'ysa bu uzum turadimi? Sizlardan so'rab bilib olmoqchiman. Keyin bu uzumni ichida donagi yo'q. Shunaqa ham shirin, asaldek uzum. 5000 so'mlik olganim uchun shunaqa pushaymon yedim. Nima uchun 5000 so'mlik oldim deb. Buni ham kilosi 12000 so'm edi, lekin men bundan 5000 so'mlik oldim. Ana endi bu uzumni ham olib qo'yamiz. Bu ertangi kunga yeydi. Ana endi mana bu yerda kilosi 35 mingdan mana bunaqa limon oldim. Mana qarang, limonni dadasi. Limonim misal limon. To'g'ri, 25 mingni ham bor limon, 30 mingni ham bor. Bu 35 minglik limon. Qarang qanaqa chiroyli. 25 mingligi mana men zada bo'lib, qoralib qolganda ko'plari yoqmadi menga. Buni hozir yuvib olaman. 1 kilo shakar bilan limonni bunaqa kaltso qilib to'g'rab, shakarga nima qilaman, bo'tirib qo'yaman. Zo'r bo'ladi-da, u ham bankaga limon shakar qilib qo'ysak, xolodilnikda tursa, xohlagan payti olib choyga solsak bo'ladi. Navbat bo'lsa, undan ham zo'r bo'laydi-yu. Endi navbat hozir yo'q. Keyin qaranglar, yaxshilarim. Endi bilaman, oktyabr oyi ismaloq, mana qarang. Bu ham hozir menda, bu ham ishim bor, buni ham tozalayman. Hozir mana qarang. Bu nimadi? Bu qichimi?
Bu qitchimi bilaman. Ismaloq havliga yetganman dedilar. Bitta go'zal singli biz. Kilosi 10 ming so'm dedilar. Hay oğlum. Ertaga biror narsa pishirganda solamiz, lekin bugun buni tuzli suvga evitib, yaxtak suvga tozalab, yuvib, suvini siliqtirib, xolodilnikka qo'yaman. Qo'limdan kelgancha shuni shu bugun qilishim kerak. Birinchi navbatda shuni qilaman. Ana shunaqa gaplar. O'zi buni o'zi yaxtak suvda bir chayib olay hammasini. Lekin men oktyabr oyi ismalog'i bilinmay. Yo, men tushunmayapman, mana qarang. Ismaloq bu, to'g'rimi? Yo, noto'g'rimi? Ismaloq. O'zi buni yaxtak suvda bir chayib olayda, tuzli suvga evitib qo'yaman. O'zi ham buni bir 10 marta yaxtak suvda xo'p yaxshi chayidim. Nima deganda shunaqa ham tuproq laganni tagi shunday qum bo'ldi-da. Buni qarang. O'zi mana bunday laganchada yana mana bunday bitta chayib kesib olaman. Qo'ysa bo'lishi uchun-da. Agar bugun buni qilmasam, ertagacha bu qurib qoladi, sunib qoladi. Unga keyin nima foydasi bor, to'g'rimi opajonlarim? Men charchasam ham Xudoyim to'liq kuch-quvvat beradi. Buni ertalab nima, tuxum bilan qovursangiz ham shunday zo'r bo'ladi, tuxumi. Keyin olib samsa qilsa ham zo'r bo'ladi. Endi ko'raman. Hay tozalab qo'yay, erta bo'lsin. Inshaalloh erta ko'ramiz nima tayyorlashni. Ana qarang qanday. Suvni siliqtiraman. Ish qilib o'zi hammasini tozalab olaman. Ana shunday qilib erinmasdan. Shunday tozaladim. Yana lagancha shunday qum. Hozir endi buni nima qilamiz? Tuzli suvga evitib qo'yaman. Bir yarim soat tuzli suvda tursin, nima deysizlar? Yeydi odam. O't xaltani tosh bosadi. Tuz solaman, evitib qo'yaman. Shuni to'g'ri qilaman. Tuzli suvga evitib qo'ydim, yarim soatmi tursin. Keyin yana yaxshilab chayqalaman, suvini siliqtirib olaman.